Hop, bugun Phantom Biller haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Bu model o'zimizda ishlab chiqarilyapti, 3 yil garantiyasi bor. Mashinaning salon qismiga keladigan bo'lsak, o'rindiqlar 2 kishiga mo'ljallangan, shofyor bilan 3 kishi ketadi. Oynalari elektronli, center zamok, ruli gidravlический elektronli усилительный hisoblanadi. Bortning razmeriga keladigan bo'lsak, 380 ga 185, yoqilg'i bakini hajmi 60 litr bo'ladi. Ko'rib turganinglardek, qo'sh balon hisoblanadi. Shuni hisobiga yukka 3,5-4 tonnagacha bemalol orta oladi. Faqat dokumentalniy 1,5 tonna yozilgan, 1,600 yozilgan. Nimaga? Chunki B kategoriyaga moslashtirish uchun. Yana qo'shimcha ma'lumot sifatida aytib o'tib ketaman. Modelimiz orqa oldi resor va amortizator bilan jihozlangan. Mashina maksimal darajada yumshoq yurishi uchun.